Savol: ukol olish bilan ro'za buziladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Hanafiy mazhabimizning umumiy qoidasiga ko'ra, insonning bosh miyasiga va qorin bo'shlig'iga tashqaridan biror bir moddani kirishligi bilan ro'za ochiladi. Ulamolarimiz qorin bo'shlig'i deganda shu insonni kikirdagidan yo'g'on ichagini eng pastigacha bo'lgan a'zolarning hammasini javf, ya'ni qorin bo'shlig'i deb atashadi. Mana shu a'zolarga tashqaridan kirgan modda ro'zani fosid qiladi, ya'ni ro'za buziladi. Qon tomirdan ukor qilinganda qonga o'sha tashqaridan kirgan modda aralashib, shu yurak qon tomiri orqali ichkariga javfga yetib borishligini inobatga olib, zamonamiz ulamolari demak qon tomirdan qilingan ukol ro'zani fosid qiladi, ya'ni buzadi deb ta'kidlashgan. Endi teri ostiga, muskulga qilingan ukol terini ostida qolishligi inobatga olib, demak ro'zani fosid qilmaydi deb fatvo berishgan. Allohu a'lam bis-savob.